Assalomu alaykum. Prizma mavzusini yechimlarini qilamiz. Birinchi savol. Prizmaning qirralari soni 60 ta bo'lsa, yon yoqlari soni toping deyilgan. Prizmani asosi agar n burchakdan iborat bo'lsa, unda 3n ta qirra bo'ladi jami hisobda. Ya'ni hozir bizda 3n teng 60, n teng 20 ekan, ya'ni asosi 20 burchak ekan. Yon yoqlari soni so'ralibdi. Yon yoqlari soni asosdagi qirralar soni qancha bo'lsa, ya'ni asosi n burchak bo'lsa, yon yoqlari soni ham n ta bo'ladi. Ya'ni n ta kerak bizga, o'shaning uchun 20 ni o'zi. Prizmaning uchlari soni 90 ta bo'lsa, qirralari sonini toping. Agar prizmaning asosi n burchak bo'lsa, uning uchlari soni 2n ta bo'ladi. Va bu 2n 90 ga teng ekan. N teng 45. Savolda qirralar soni so'raldi. Qirralar soni 3n ta bo'ladi. Tepada ham aytib o'tdim. Demak, n 45 bo'lsa, 3 kara 45 135 ta. Keyingi savol, prizmaning diagonallari soni uchlari sonidan 7 marta ko'p. Prizmaning yon yoqlari sonini toping. Xo'p, diagonallar soni tayyor formasini bilmayman to'g'risi. Hozir chizma chizib topib olamiz. Masalan, 6 burchakli prizma bo'lsa, xo'p, diagonallar soni nechta bo'ladi? Qaranglar. Mana shu 3 dan chiqqan diagonallar soni nechta bo'ladi? Bu 3 orqali mana bu ikkitasini tutashtirmaymiz, lekin qolgan hammasini tutashtiramiz, to'g'rimi? Ya'ni mana bu uchlarni pasti bilan tutashtirmaymiz, mana ikkitasini. Chunki bular pastini tutashtirsak, bu prizmaning diagonali hisoblanmaydi. Bu yon yoqining diagonali bo'ladi. Prizmaning diagonali bo'lishi uchun mana shu ikkitasidan boshqasini tutashtirishimiz kerak. Keyin o'zi turganini ham tutashtira olmaymiz. Ya'ni 3 tasini tutashtira olmaymiz, lekin 3 tadan boshqa asosdagi 3 ni tutashtirsak, bu prizmaning diagonali bo'ladi. Demak, bir 3 dan nechta diagonal chiqar ekan? Ya'ni asosi n burchak bo'lsa, mana bitta uchidan nechta diagonal chiqar ekan? 3 tani olmaymiz, 3 tadan boshqa hammasini olamiz. Ya'ni bitta uchidan n minus 3 ta chiqar ekan. Keyingisidan ham xuddi shuncha, keyingisidan ham, keyingisidan ham, keyingisidan ham, keyingisidan ham. Ya'ni tepada nechta uch bor? N uch bor. Har bitta uchidan n minus 3 tadan chiqsa, n uchidan n kara n minus 3 ta diagonal chiqadi. Mana shuncha diagonali bor. Bu faqat tepasi bilan sanash yetarli, past bilan sanash shart emas, chunki tepasi bilan sanaganimizda pastdagi uchlarni ham sanagan bo'lamiz. Demak, jam diagonal soni mana shuncha ekan. Xo'p, bu uchlari sonidan 7 marta ko'p ekan. Uchlari soni demak, asosi n burchak bo'lsa, uchlari nechta bo'ladi? Uchlari 2n ta bo'ladi. Mana shundan 7 marta ko'p. Mana shu tenglikka e'tibor qilamiz. N'lar qisqarib ketdi. 14 teng n minus 3, n teng 17. Bu yerda yon yoqlar soni so'ralgan. Yon yoqlar soni o'sha asosi n burchak bo'lsa, n ta bo'ladi. Buni tepada ham aytib o'tdim. O'shaning uchun javob chiqqan javobni o'zi. 4-savol. ABCDEF muntazam uchburchakli prizma CN bilan BN teng ekan. Ya'ni buni o'rtasi ekan. AK bilan KD ham teng. Buni ham o'rtasi. YNK nuqtalaridan o'tuvchi tekislik AC ni P nuqtada kesib o'tadi. CP ni AP ga nisbatan toping. Xo'p. Tekislik kesib o'tgan mana shu ko'rinishda, o'z chizmada ham bor. Mana bu YNK nuqtalaridan o'tuvchi tekislik bilan kesilganda kesilgan. Bizdan so'raldi o'sha tekislik mana bu 3 ta nuqta orqali o'tuvchi tekislik bilan kesilganda o'sha tekisligimiz AC qirrani P nuqtada kesib o'tar ekan, topishimiz kerak CP ning AP ga nisbatini. Masala sharti mana shunday. Xo'p, men bu mana shu
ichkarida qolgan mana bu tekislik bilan kesganimizda mana prizmani mana bu to'rtburchak shaklida kesib oladi-ku, o'shani davom ettirdim. Bitta uchburchak hosil bo'ladi. Bu ham o'sha tekislikdagi bir qismi, tekislikning bitta qismi, uchburchakning o'zi ham. Xo'p, bu yerda boshqa shart yo'q edi ham. Mana bilan davom ettiramiz. Bu ham o'sha mana 3 ga borishi kerak. 3 dan o'tadik hammasi. Mana bu uchburchagimizga qaraymiz. Xo'p, mana bu yerni biror qaysi harf yo'q? A, B, C, D, E, F. Plus M deyman. B, Y, M uchburchagimizga qaranglar. Mana bu AK ni A desam, YB 2A bo'ladi. Chunki bu o'rtasida turganda bu yog'i ham A, YB 2A bo'ladi. Mana bu uchburchagimizda mana bu AK o'rta chiziq ekan. Demakki, buni ham teng 2 ga bo'ladi. Xo'p, menga hozir bu kerak ham, bu ikkalasi kerak. Xo'p. Bu yerlar A bo'lsa, bular ham A dan bo'ladi, chunki muntazam uchburchak edi. Yoki hamma qirrasi tenglik sharti bormidi? Yo'q, bular tepasi shart emas ekan. Yo'q, tepasini B deb olaman. Bu yog'i B, bu yog'i ham B, bu 2B bo'ladi. Ya'ni ikkalasi ham bir xil harfda emas. Xo'p. Bu yerni A desam, bu yog'i ham A bo'ldi. Endi qaranglar. Mana shu A nuqtadan BC ga parallel kesma o'tkazaman. BC ga parallel. Nima bo'ladi? Men hozir tepa tarafdan tushuntirib berdim. Mana bu B, bu yog'i 2B, ya'ni o'rta chiziq ekan. O'rta chiziq bo'lgandan keyin ikkita yon tomon ham teng 2 ga bo'ladi. Ya'ni o'shandan kelib chiqdi mana bu ikkalasi tengligi. Demak, endi qaranglar. Mana bu uchburchagimizga qaranglar. Bu uchburchagimizda ham hozir mana bu kesma o'rta chiziq bo'ladi. Chunki yon tomon o'rtasida mana bu BM tomon o'rtasidan chiqdi va asosiga parallel bo'ldi. O'shaning uchun bu ham o'rta chiziq bo'ladi. Uzunligi nima bo'ladi? Buni yarmi A taqsim 2 bo'ladi. Endi mana bu bilan bu parallel. Chunki o'rta chiziq mana bunga parallel edi. Bu ham o'zi bitta to'g'risida ekanligi uchun ikkalasi bir-biriga parallel. Nima kelib chiqdi? Mana bu uchburchagimiz bilan mana bu kichik uchburchagimiz bir-biriga o'xshash ekanligi kelib chiqdi. Chunki bir-biriga parallel bo'lgandan keyin o'xshash bo'ladi. Burchaklar teng bo'ladi hamma burchagi. Ikkalasi o'xshash. Endi mana burchak qarshisidagi tomonlar nisbati nima? Buni qarshisida A taqsim 2, buni qarshisida A. 2 barobar farq qildimi? O'shaning uchun ham 2 1 bo'ladi. Ya'ni mana bu yerni bir 2C desak, bu yog'imiz C bo'ladi. Ikkita uchburchak o'xshashligidan qiyin savol emas edi, faqat tushuntirishga o'ylanib qoldim. Keyingi savol. Muntazam uchburchakli prizmaning yon sirti 30 ga, balandligi 5 ga teng bo'lsa, prizma asosining yuzasini hisoblang. Muntazam uchburchakli. Bitta chizib olay shuni. Tepada bor edi. Mana. Muntazam uchburchakli asos tomoni A, balandligi 5. Asosining hamma tomoni A dan, qirrasi. Yon sirti yuzasi nimaga teng? Mana bu to'rtburchak yuzasidan 3 ta bor. 3 ta 5 kara A. Bu 30 ga teng. A teng 2 chiqadi. Savolda prizmaning asosining yuzasi, asosi muntazam uchburchak A kvadrat ildiz 3 taqsim 4 formani qo'llaymiz, bo'ldi. 4 ildiz osti 3 taqsim 4. Javob ildiz osti 3. Muntazam 5 burchakli prizma asosining tomoni 8 ga, balandligi 10 ga teng bo'lsa, prizma yon sirti yuzini toping. Xo'p, mana bu yerda e'tibor qilgan bo'lsak, yon sirti yuzasi nima bo'ldi? Ya'ni asosi endi faqat muntazam uchburchak emas, muntazam 5 burchak. Qirrasi A bo'lsa, bitta yoqining yuzasi plus asosiy tomonini balandligiga ko'paytiramiz, bitta yoqi. Lekin bizda hozir endi muntazam 5 burchak, ya'ni 5 ta yoqi bor. 5 ko'paytiramiz, asosini qirrasi va balandligiga. Mana bu 8 kara 10 bitta yoqining yuzasi. Bizda hozir muntazam 5 burchak, 5 ta yoqi bor. Shuning uchun 5 ga ham ko'paytirdim. Javob 400. Muntazam 8 burchakli prizmaning balandligi 8 ga, yon yog'ining diagonali 10 ga teng, prizma yon sirti yuzini toping. Qaranglar, yon yog'ini chizib olaman, bittasini chizib olaman.
muntazam 8 burchakli prizmani chizishimiz shart emas, shunchaki o'shani bitta yon yoqini chizib oldim, bittasini. Xo'p, balandligi 8 bo'lsa, bu ham 8 bo'ladi. Mana bu asosining qirrasi va buni yon yog'ining diagonali 10 ekan. Mana bu 10 ga teng ekan. Pifagordan asosining qirrasi 6 chiqadi. Savolda yon yog'ining sirti so'ralibdi. Demak, S yon teng nechta yoqi bor? 8 burchak, 8 ta yoqi bor. 8 ni ko'paytiramiz. 6 kara 8 ga 64 kara 6 384. 8-savol. Muntazam 6 burchakli prizma asosining kichik diagonal 5 ildizda 3. Qaranglar, muntazam 6 burchakda kichik diagonal 5 ildizda 3 bo'lsa, uning tomoni 5 ga teng bo'ladi. Muntazam 6 burchakni o'rganib chiqinglar. Balandligi 8 ekan. Savolda prizmaning hajmini toping deyilgan. Prizmaning hajmi V teng S asos kara H. Balandligi 8, asosining yuzasi tomoni 5 ga teng bo'lgan muntazam 6 burchak. 6 burchak yuzasini men eslab qolganman. A kvadrat ildiz 3 taqsim 4 dan 6 deb. Xo'p, bu yerda 8 bilan 4 qisqarib 2 qoladi. 50 300 ildiz ostida 3 bo'lar ekan, to'g'ri. 9-savol. K 4 ga teng va bu 45 gradus. Prizmaning hajmini topishimiz kerak ekan. Xo'p, bu 4 bo'ladigan bo'lsa, ya'ni balandligi 4 bo'lsa, mana bu A ga ham 4. Mana bu 90 gradus. 45 bo'lsa, bu ham 45 gradus. Ya'ni bu uchburchagimiz teng yonli, to'g'ri burchakli uchburchak. Bu yog'i 4 bo'lsa, AD ham 4. Va bu AD muntazam 6 burchakning eng katta diagonali. Muntazam 6 burchak eng katta diagonali tomonidan 2 barobar katta. Ya'ni tomoni buni yarmiga teng, 2 ga teng ekan. Savolda prizmaning hajmi so'raldi. V teng 1 taqsim 3. Yo'q, uzr, piramida emas, prizma. V teng S asos kara H. Asosining yuzasi tepada aytib o'tdim, qanday qilib hisob qo'yganim o'shani aytib ketaman. A kvadrat ildiz osti 3 taqsim 4 dan 6 deb eslab qolganman 6 burchak yuzasini. Balandligi 4. Mana bu 4 dan bu 4 qisqarib ketdi, 24. Ildiz ostida 3 chiqargan. Keyingi savol. Muntazam 3 burchakli prizmaning yon qirrasi asosining tomonidan 2 marta kichik. Xo'p, chizib olsam. Yon yoqining qirrasi asosining tomonidan 2 marta kichik. Ya'ni yon yoqi qirrasi balandligi A bo'lsa, asosan qirrasi 2A ekan. Prizmaning ikkita yon yog'i ayqash deganlari orasidagi burchak kosinusi. Bitta mana bu diagonal. Ikkinchisi qaysi bo'ladi? Hozir bumi yoki bunisimi? Qaysi bir ayqash bo'ladi? Ayqash bo'lish uchun ular orqali bitta tekislik o'tkazib bo'lmasligi kerak. Agarda hozir mana ikkalasini oladigan bo'lsam, mana ikkita diagonal, mana ikkita yon yog'idagi diagonallar oldim. Bular ayqashmi? Yo'q, ayqash emas, chunki bularni orqali bitta tekislik o'tkazsa bo'ladi. Mana bular orqali bitta tekislik o'tkazib bo'lmaydi. Mana shu ikkita diagonallar orasidagi burchak kosinusi kerak. Qanday qilib hisoblaymiz buni topish uchun? Xo'p. Nima qilamiz? Mana shu prizmani o'zini xuddi o'zini olib kelib yoniga qo'yamiz. Yoki bo'lmasam hozir yoniga qo'yamiz desam o'xshamay qoldi. Qaranglar. Mana shu prizmaning yon yoqini endi buni qanday qilib belgilayman? Mana belgilab oldim. Mana shu yon yoqini nariga bitta shunday nima deydi, parallel ko'chirib qo'ydik. Hech qanday o'zgarish bo'lmaydi. Xo'p, bizda qaysi diagonal kerak? Mana bu diagonal, to'g'rimi? O'sha diagonal o'tkazdim mana.
Hech qanday muammo yo'q. Mana shu diagonalni parallel narigi tarafga ko'chirdim. Xo'p, bizga mana bu bilan buni orasidagi burchak kerak edi. Ya'ni hozir biz buni parallel ko'chirganimizdan keyin endi bu bilan mana buni orasidagi burchak kosinus kerak. Ya'ni mana burchak alfa desak, kosinus alfa kerak. Buni tashtiramiz. Asosini qirrasi 2a edi. Bu 2a bo'lsa, mana bu yer ham 2a, bu yer ham 2a va asos muntazam uchburchak edi. Chunki muntazam degan so'z bor edi-ya. Muntazam uchburchakli bor. Asos muntazam uchburchak, ya'ni mana burchagi 60 gradus, asosdagi burchak 60 gradus. Demak, bu yog'i 120 gradus bo'ladi. 120 gradus. Mana bu uchburchagimizda kosinuslar teoremasdan kelib chiqadi. Mana 2a burchak 120. Mana bu kesmani 2 ildiz ost 3a ekanligi. Xo'p. Mana bu balandligi a ga teng. Mana bu 90 gradus. Pifagor qo'llasak 2a yu a. Ildizda 5a bo'ladi mana bu kesma. Keyin mana bizdan so'ralayotgan o'sha diagonalimiz uzunligi ham xuddi shunday. Pastdagi Pifagor qo'llasak, pastda mana bu yerda. Mana bu burchagimizda 2a yu a. Unda ham mana bu diagonalimiz ildizda 5a bo'ladi. Uchburchagimizda 3 ta qirrasi ham bor. Endi shunchaki kosinus alfani topib qo'yamiz. Ko'rsatib o'tay. Mana bu uchburchagimizda qirralar hammasi bor. Kosinus alfa teng 5a kvadrat qo'shilgan 5a kvadrat ayrilgan buni kvadrat 12a kvadrat taqsim 2 ko'paytiruv ildizda 5a ildizda 5a teng manfiy chiqarkan ha bo'ldi. Bu yerda ya'ni ikkita diagonal orasidagi burchak qayerni olgan, ya'ni ikkita diagonal orasidagi burchak o'tkir yoki o'tmas bo'ladi-ku. Bu yerda hammasi musbat ekan, ya'ni shunchaki o'tkir burchagini kosinusini hisoblab qo'ygan bu yerda. Yani javobni musbatni olib qo'yamiz, bo'ldi. Surat 2a kvadrat mahraj 10a kvadrat qisqartirib yuborsak -1 taqsim 5 bo'ladi. Biz o'tmas burchagini kosinus topdik. O'tkirniki 5 dan 1 bo'ladi. Chunki aytmaganda o'tkir burchak yoki o'tmas burchak deb. Shuning uchun javobga qarab ketaveramiz. Muntazam uchburchakli prizma asosining tomoni 6 ga teng. Agar balandligi 3 ildiz osti 3 bo'lsa, prizma to'la sirtini toping. Xo'p, prizma asosining yuzasi muntazam uchburchakdan 2 ta. 2 ko'paytiramiz. Muntazam uchburchak yuzasi a kvadrat ildiz osti 3 taqsim 4. Bu ikkita asosining yuzalar yig'indisi plus endi yon sirt. Yon sirti mana shu to'g'ri burchakli adashib ketdim. To'g'ri burchakli 4 burchak yuzasidan 3 ta bor. 3 ko'paytiramiz. 6 kere 3 ildiz osti 3. 4 bilan bu qisqarib beri 9 qoladi. Bu yog'imiz 18 ildiz osti 3. Qo'shamiz, bu yog'imiz 54 ildiz osti 3. Jami hisobda 72 ildiz osti 3 bo'ladi. Bu S to'la. Muntazam 6 burchakli prizmaning barcha yon yoqlari kvadratlardan iborat. Agar prizmaning qirralari 4 ga teng bo'lsa, uning hajmini toping. Xo'p. Demak, prizmaning barcha qirrasi 4 ga teng bo'lar ekan, chunki asosini aytgan mana bu yerda prizmaning barcha yon yoqlari kvadratdan iborat degan. Kvadrat bo'lgandan keyin prizmaning balandligi ham asosining qirrasi ham teng bo'ladi. Xo'p. Bizdan buni hajmi so'raldi. V teng S asos. Asosini tomoni 4 ga teng bo'lgan muntazam 6 burchak. A kvadrat ildiz osti 3 taqsim 4 dan 6 ta. 6 burchak yuzini yozdim. Endi balandligini yozishim kerak. Balandligi ham 4 ga teng, chunki yon yoq kvadrat bo'lgandan keyin
asosini qirrasi bilan balandligi teng bo'ladi. 4 lar qisqarib ketdi. 96 ildiz ostida 3 chiqargan. 13-savol. ABCDEF muntazam uchburchakli prizmada ABni BGga nisbati 1/2. Qani? ABni BGga nisbati 1/2. Ya'ni ABning uzunligi A bo'lsa, BGning uzunligi 2A ekan. ABC va BCD tekisliklar orasidagi burchak katanginasi ABC. Bu va BCD. Mana shu ikkita tekisliklar orasidagi burchak katanginasi kerak. Nima qilamiz? Bitta o'sha ikkita uchburchak chizib olay yaxshilab. Mana bu uchburchak va pastdagi uchburchak tekisliklari orasidagi burchak katanginasi kerak ekan. Nima qilamiz? Buni topish uchun qaysidir nuqtaga ikkita tekislikdan ham balandlik tushirishimiz kerak. Endi biz hozir qaraydigan bo'lsak, mana bu asos muntazam uchburchak, balandlik tushiradigan bo'lsak, qayerga tushadi? BC ning o'rtasiga tushadi. Muntazam ekanligi uchun. Xo'p, men buni 2A desam, bu 4A bo'ladi, to'g'rimi? 2 barobar katta edi-ku. Bundan 2 barobar katta edi B. O'shaning uchun bu yerni 2A deb olsam, bu 4A bo'ladi. Kasrdan qutulish maqsadida shunaqa deb yozib oldim. Asos muntazam uchburchak, demak bu yerimiz A bo'ladi. Bu A ildiz osti 3 bo'ladi. Bu yog'imiz nimaga teng? Mana bu diagonal uzunligi nimaga teng? Bu ham 4A. Pasti 2A dan mana 2A past muntazam uchburchak. Pifagor qo'llasak, CD ning uzunligi 2 ildizda 5 bo'ladimi? Ha, 2 ildizda 5 A bo'ladi. Yoki bizga bu kerak emas. Mana bu yerdan bitta balandlik tushiraylik. Bu tushgan balandligimiz ham aynan BC ning o'rtasiga boradi, chunki DC bilan BD ning uzunligi bir xil. Teng. Nimaga? Mana bunda pifagor qo'llasak, bu ham 2 ildizda 5 A bo'ladi. Hozir mana bu ACD uchburchagimizda pifagor qo'llasak, bunda ham DC ning uzunligi 2 ildizda 5 bo'ladi. Ya'ni mana bu BCD uchburchagimiz ham teng yo'li bo'lib qoldi. Shuning uchun D uchidan tushgan balandlik BC ning o'rtasiga boradi. Bizga mana burchak, mana bu ham balandlik edi. Ikkita balandlik tushirdik bitta nuqtaga. O'sha ikkita balandliklar orasidagi burchak, ikkita tekislik orasidagi burchak bo'ladi. Hozir mana shu burchakka alfa deb olsak, bizdan nima so'raldi? Katanginasi alfa so'raldi. Va mana bu uchburchagimizga qaraymiz. Bu nuqtani N desam, A endi uchburchagimizda mana bu 90 gradus. Katanginasi alfa nimaga teng? Yopishgan katetning qarshisiga nisbat. Ildizda 3 taqsim 4 bo'lar ekan. 14-savol. Muntazam oltiburchakli prizma asosini tomoni 12 ga, balandligi 7 ga teng. Uning katta diagonali uzunligini toping. Xo'p, chizamiz. Tayyor chizma yo'q. Sal vaqt ketadi chizishimga. Asos tomoni 12 ga teng. Balandligi 7 ga teng. Bizdan bu prizmaning eng katta diagonali uzunligi so'raldi. Xo'p, eng katta diagonal qayerda bo'ladi? Asosining eng katta diagonali qaysi bo'ladi? Biz bunaqa diagonallar ko'p, lekin mana shunisi deb olamiz, bittasini olamiz. Mana shu diagonal, to'g'rimi? Demak, prizmaning eng katta diagonali mana bu va pastdagi uchini tutashtiruvchi diagonal hisoblanadi. Muntazam oltiburchakda tomoni 12 ga teng bo'lsa, eng katta diagonali undan 2 barobar katta, ya'ni bu 24 bo'ladi. Endi mana bu uchburchagimizda pifagor qo'llayib borsak, mana bu eng katta diagonalimiz uzunligi 25 ga teng bo'ladi pifagordan. 7 24 sonlaridan kelib chiqadi. 15-savol. Balandligi 6 ga teng bo'lgan muntazam
n burchakli prizmaning yon yog'i diagonali 10 ga teng. Agar uning yon sirti 240 ga teng bo'lsa, n ning qiymatini toping. Muntazam n burchakli. Xo'p, men hozir bitta yon yoqini chizib olaman. Bittasini. Asos qirrasi A bo'lsa, balandligi 6 deb aytgan va yon yog'ining diagonali 10 deb aytgan. Pifagordan asos tomoni 8 ga kelib chiqadi. Asosning tomoni 8 ga teng ekan. Mana shu bitta yon yog'ining yuzasi qancha bo'ladi? 6 kara 8. Va bizda muntazam n burchak degani uchun, ya'ni n ta mana shu yon yoqdan n ta bor. Mana buni n ga ko'paytiramiz va bizda prizmaning yon yog'ining yuzasi hosil bo'ladi. Bu teng 240 ekan. Xo'p, 8 ga qisqartirib yuborsak, bu yoqda 30 qoladi. N teng 5 chiqar ekan. Demak, muntazam 5 burchakli ekan. Shu n so'ralgan bo'ldi. Topdik endi. 3 burchakli to'g'ri prizma asosining tomonlari 3, 4, 5 ga teng. Balandligi esa 6 ga teng. Prizma hajmini toping. Xo'p, prizma 3 burchakli ekan. Asos tomonlari 3, 4, 5. Balandligi 6. Prizmani hajmi kerak. Prizmani hajmi asos tomoniga qaraydigan bo'lsak 3, 4, 5 Pifagor sonlari. Demakki bu mana bu yerimiz 90 gradus. Prizmani hajmi S asos 3 kara 4 taqsim 2 ko'paytirilgan balandligi bilan qisqarib 3 9 kara 4 36 bo'lar ekan hajmi. 17-savol. Barcha qirralari teng bo'lgan muntazam 6 burchakli prizmada qo'shni yon yoqlarining ayqash bo'lmagan diagonallari orasidagi burchak kosinusi. Xo'p, muntazam bu yerda 6 burchak bor edi. Mayli, qayta chizib olamiz. Masalan, shartini qayta o'qiyman. Barcha qirralar teng. Demak, asos tomoni bilan balandligi teng ekan. 6 burchakli prizmada qo'shni yon yoqlarining, mana bu ikkitasi deb olaylik. Bizga qarab turgan ikkitasi mana bu va bu. Bizga qarab turganlar. Yon yoqlarining ayqash bo'lmagan. Ayqash bo'lmasa kerak. Ayqash desa, bitta tekislik o'tkazib bo'lmas edi, lekin bizda hozir ayqash bo'lmagan dedi. Ya'ni bitta tekislik o'tkazib bo'lish kerak. Mana bu diagonal olsam, ikkinchisidan qaysi diagonal olaman? Agar bunisini olsam, ikkalasi ayqash, bizda ayqash bo'lmasin degan. Demakki, mana bu diagonal olamiz. Mana shu ikkalasi orasidagi burchak kosinus kerak ekan. Bu oson savol ekan. Asos tomonni A desak, bu ham A, balandligi ham A. Pifagordan mana bu diagonal A ildizli 2 bo'ladi. Bunisi ham xuddi shunday A ildizli 2 bo'ladi. Mana buni tashtirsak, muntazam 6 burchak diagonali nimaga teng bo'ladi? Tomoni A bo'lsa, bu diagonali A ildizli 3 ga teng. Bizdan mana burchak kosinus so'raldi. Alfa deb olamiz va mana shu 3 burchagimizda kosinuslar teoramasi. Kosinus alfa teng 2a kvadrat qo'shilgan 2a kvadrat ayrilgan 3a kvadrat taqsim 2 ko'paytiruv a ildizli 2 ko'paytiruv a ildizli 2 teng. Suratda a kvadrat qoldi, pastda 4a kvadrat qoldi. Demak, 1 taqsim 4 chiqar ekan. 18-savol. ABCDF muntazam 6 burchakli prizma. 3 burchakli prizma. AB'ni A'ga nisbati 2/1. AB'ni A'ga nisbati. Demak, AD'ni A desak, AB 2A bo'lar ekan. ABC va CD'ye tekisliklar orasidagi burchak sinusi. Mana shu ikkita bo'yab ko'rsatilgan o'sha ikkita uchburchaklar tekisliklari orasidagi burchak sinusi kerak.
Nima qilamiz? Bundan ham bu yoqqa bitta balandlik tushiramiz. Bundan ham tushiramiz. Va mana shu burchak sinusi kerak ekan. Tak. Shunday. Xo'p. Mana bu A asosiy muntazam uchburchak. Bu yog'i 2A bo'ladi. Mana bu ikkitalasini tutashtirsak, ikkalasi ham bitta to'g'ri bo'ladi, ya'ni balandligi teng bo'ladi. Balandligi A ga teng, bu ham A ga teng bo'ladi. Chunki ikkalasi ham muntazam uchburchakli bo'lgandan keyin ikkalasi ham o'sha YD ning va AB ning o'rtasiga boradi. Tepadan pastga tushgan balandlik o'sha AB ning o'rtasiga boradi. Bu burchak alfa deb olsak, sinus alfa kerak bizga. Mana bu balandligimiz, prizma balandligi A ga teng, A bor. Endi bizga mana bu kerak. Shu bo'lsa, sinus alfani topishimiz mumkin. Xo'p, buni topish kerak. Qanday qilib topamiz? Osonroq yo'li bormi? Yo'q shekilli. Asos muntazam uchburchak qirra 2A bo'lsa, mana bu yerimiz A bo'ladi va mana balandligimiz A ildizli 3 bo'ladi. Mana bunda Pifagor qo'llayib borsak, mana bu balandligimiz 2A li kelib chiqadi. Xo'p, bu uchburchagimizda sinus alfa nimaga teng ekan? A ning 2A ga nisbat 1/2 ga. Ya'ni o'zi 30 gradus ekan. Keyingi savol. Muntazam uchburchakli mana shu prizmaning asosining yuzasi 15 ga, yon qirrasi 6 ga teng. Uchlari shularda bo'lgan ko'p yoqning hajmini xo'p chizib olar ekanmiz. A, B, C, A1, B1, C1. Yon qirrasi, ya'ni balandligi 6 ga teng. Asos yuzasi 15 ga teng. Uchlari A, B, C va C1. Ko'rsataman. Mana bu piramidaning hajmi so'raldi. Va bu piramidaning hajmi nimaga teng? 1/3 deb yozib ketaveraman. Bu piramidaning hajmi 1/3 S asos kara balandlik 30 chiqar ekan. 20-savol. Muntazam to'rtburchakli prizma asosining tomoni 4 ga teng. Yon qirrasi 6 ga teng. Prizma ikkita qo'shni yon yoqlarining ayqash deganlari orasidagi burchak kosinusi. To'rtburchakli prizma. Asos tomoni 4 ga teng bo'lgan kvadrat, yon qirrasi, ya'ni balandligi 6 ga teng. Prizma ikkita qo'shni yon yoqlarining ayqash deganlari orasidagi burchak kosinusi. Bitta mana bu diagonal o'tkazsam, ikkinchisidan qaysi birini o'tkazamiz? Bunisini o'tkazamiz, chunki shu ikkalasi ayqash. Bunisini o'tkazsak ayqash bo'lmaydi. Bu yerda ham aytib o'tdim. Mana shu ikkita diagonallar orasidagi burchak kosinusi kerak. Nima qilamiz? Xullas, umumiy usul aytaman, nima qilish kerak? O'sha qaysidir birini tekisligini parallel ko'chirishimiz kerakda. Ikkita mana shu kesmaning uchlarini bitta nuqtaga qo'yishimiz kerak. Xohlasak hozir mana bu yoqini, mana shu yoqini ko'chirib olib bu tarafga qo'ysak ham bo'ladi. O'shanda ham ikkitasi mana bu diagonal ham bu yog'i parallel keladi-da. Ikkita diagonal uchlari bitta nuqtaga keladi. Xohlasak boshqa tarafdan bunaqasiga mana shu yoqni o'zini parallel ko'chiramizda, narigi tarafga qo'yamiz. Ya'ni bu tarafiga. Hozir chizib olay. Mana shu yoqni o'zini bu tarafga parallel ko'chirdim. Xo'p, diagonal qaysi edi? Mana bu diagonal, to'g'rimi? U endi bizda mana bu diagonal bo'ladi-da. Ikkita diagonal ham o'sha aytilgan ikkita diagonalning uchlari ustma-ust keldi. Endi bizga mana shu burchak kosinus kerak. Buni tutashtiramiz. Mana shu yon yoqini ko'chirganimiz uchun mana bu ham 6 bo'ladi, bu yer ham 4 bo'ladi. Pifagordan mana bu
Diagonal uzunligi 16, 36. Ildiz osti 52 bo'ladi. Mana bu diagonal ham xuddi shunday. Bu yeri 4, bu yeri 6 ekanligi uchun bu diagonal ham ildiz osti 52 bo'ladi. Buni uzunligi nima? Bu yer 4, buchi bunisi ham 4. Chunki asosi kvadrat. Bu yer 4 edi va buni tomonlari ham 4 edi. Shuning uchun bu yer ham 4 bo'ldi. Bunda Pifagor qo'llasak, mana bu yerimiz 4 ildizli 2 bo'ladi. Uchburchakning hamma tomonlari bor. Mana burchak alfa desak, bizga shu burchak kosinus kerak. Kosinus alfa kerak. Mana bu uchburchagimizda kosinuslar teoremasini qo'llab yozaman. Buni kvadrati ayiramiz. Buni kvadrati mahrajda 2 ko'paytiruv. Mana bu ikkalasini ko'paytmas. Surat bu yerda 20 qoldi. 72 taqsim 2 kara 52. 2 ga qisqartirsak 36. 4 ga qisqartirib yuborsak, tepada 9 qoladi, pastda 13 qoladi. Demak, 9 taqsim 13. Sog' bo'linglar. Xato kamchiliklar uchun uzr so'rayman.